Assalomu alaykum aziz talabalar. Men Umar va Dilafruz Anvarovna Shahrisabz davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrasining assistent o'qituvchisiman. Bugun biz sizlar bilan boshlang'ich ta'limda innovatsiya va integratsiya fanidan suhbatlashamiz. Bugungi mavzuyimiz innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishning tashkiliy pedagogik asoslari. Rejalar bilan tanishamiz. Birinchi rejamiz mamlakatimizda innovatsiyalarni joriy etish. Ikkinchi reja innovatsiyalarni, texnologiyalarni sekinlashish sabablari. Uchinchi rejamiz innovatsion faoliyatda o'qituvchi va o'quvchilarning munosabati. Innovatsiya ma'lum bir faoliyat maydonidagi yoki ishlab chiqarishdagi texnologiya, shakl va metodlar, muammoni yechish uchun yangicha yondashuv yoki yangi texnologik jarayonni qo'llash, oldingidan ancha muvaffaqiyatga erishishga olib kelishi ma'lum bo'lgan kafolatli natijadir. Bizning mamlakatimizda pedagogik innovatsiyani yaratilishi va rivojlanishi keng jamoatchi pedagoglar harakati maktablarining tez rivojlanishi, modernizatsiya qilinishi, standartlarni takomillashtirilishi va dasturlarni yangilanishiga bo'lgan katta ehtiyoj tug'ildi. Yangiliklarni izlash, yaratish, qo'llash ishlari jadallashib bordi. Shu sababli yangi bilimlarga bo'lgan talab, yangilik, innovatsiya va innovatsion jarayonlar paydo bo'ldi va u tushunchalarni izohlash, anglash zaruriyati keltirib chiqardi. Bugungi maktab bolasidan aniq bilimlargina emas, fikrlash ko'nikmasi, kattalar va tengdosh o'rtoqlarini tushunish, ular bilan hamkorlik qilish ham talab etiladi. Shuning uchun bola maktabga qadam qo'yayotganida qanchalik bilimga ega ekanligi emas, balki uning yangi bilimlarni egallashga tayyorligi, atrof olamga moslashishi, ko'nikmasi, voqea hodisalarni mustaqil ravishda tahlil etishi va mustaqil harakat qilishi muhimroq hisoblanadi. Bolani biror narsaga o'rgatishgina emas, unda o'z kuchiga ishonchni orttirish, o'z g'oyasini himoya qilish, mustaqil ravishda bir qarorga kelish hamda unda men konsepsiyasini shakllantirish ham muhimdir. Innovatsion ta'lim texnologiyalari tushunchasi keng qamrovli mazmunga ega. Ushbu tushunchani izohlash uchun avvalambor innovatsiya, ta'lim, texnologiya tushunchalarining har biriga alohida to'xtalib o'tish zarur. Innovatsiya inglizcha innovation kiritilgan yangilik, ixtiro so'zidan kelib chiqqan bo'lib, ishlab chiqarish sohasida paydo bo'lgan. Dastavval bu tushuncha texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta'minlash uchun sarflangan iqtisodiy mablag'lar, ilmiy texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalardagi yangiliklar, shuningdek ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo'llanilishi kabi tushunchalar bilan izohlangan. Innovatsiya yangi ilmiy bilimlarni, qandaydir kashfiyotlarni, ixtirolarni olishga qaratilgan tadqiqot faoliyatidan foydalanish orqali rivojlanadi. Shunday qilib innovatsion loyihalar yaratiladi, bu esa keyinchalik yangi texnologiyalarning paydo bo'lishiga olib keladi. Ta'lim tushunchasiga e'tibor qaratsak, ta'lim arabcha ilm olmoq, o'qish, o'rganish hamda hayotiy tajriba asosida orttirilgan bilim va malakalar majmuidir. Bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni kishini hayotga, mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta'lim jarayonida ma'lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta'lim tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi. Texnologiya so'ziga e'tibor qaratsak, texnologiya yunoncha texne, san'at, mohirlik, o'quv, sanoat, qurilish sohalarida qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda mahsulotlar olish, ularga ishlov berish va ularni qayta ishlash usullari tartibga solingan tizim. Shu usullarni ishlab chiqish, joriy qilish va takomillashtirish bilan shug'ullanadigan fandir. Texnologiyaning fan sifatidagi roli va vazifasi mahsulot tayyorlashning eng zamonaviy va samarali usullarini yaratishdan iborat. Fan va texnika rivojlanib borgan sari texnologiya ham yangilanadi. Har qaysi sohada texnologiyani ishlab chiqish uchun texnologik hujjatlarni o'rganish, yangi texnologik jarayonlar, standartlashtirilgan jihozlar va uskunalardan foydalanishning yagona tartibi bo'lishi lozim. Shunday ekan, ta'lim texnologiyasi ham kundan kunga zamonaviylashib, o'zgarib, innovatsion tarzda takomillashib borishi zarur.
Avvalambor o'qitish tizimiga innovatsiyaning kirib kelishini ta'lim mazmunida, o'qitish metodlarida, mashg'ulot shakli, o'qitish turlari, o'qitish vositalarida ko'rishimiz mumkin. Ta'lim mazmuniga innovatsiya an'anaviy, noan'anaviy va masofaviy o'qitish turlarining kirib kelishi bilan izohlanadi. Innovatsion ta'lim texnologiyasi bu o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va ta'lim faoliyati uchun eng yaxshi shart-sharoit yaratish uchun mavjud usullar va vositalarni yangilash yoki sifat jihatidan yaxshilashni o'z ichiga olgan o'quv va ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasidir. Avvalambor o'qitish tizimiga innovatsiyaning kirib kelishini ta'lim mazmunida, o'qitish metodlarida, mashg'ulot shakli, o'qitish turlari, o'qitish vositalarida ko'rishimiz mumkin. Ta'lim mazmuniga innovatsiya an'anaviy, noan'anaviy va masofaviy o'qitish turlarining kirib kelishi bilan izohlanadi. O'qitish metodlariga innovatsiya aktiv, passiv va interaktiv metodlarning kirib kelishi orqali namoyon bo'lmoqda. Aktiv metodni qo'llash talabalarni mashg'ulot jarayonidagi faolligini oshirishga xizmat qilsa, passiv metod talabalarni bir tomonlama tushuncha berilishi bilan izohlanadi. Interaktiv metod esa birgalikda faol harakat qilishi, o'qituvchi va talaba bilan talaba tushuniladi. O'qitish metodlaridagi innovatsiyani quyidagi metodlarda ko'rishimiz mumkin. Aktiv metod bu metodni mashg'ulot jarayonida faollashuviga, ma'lum bir holat va voqelikka nisbatan fikrlashga, mulohaza yuritishga undaydi. Passiv metod esa bu metod mashg'ulot jarayonida talabalarda o'rganilayotgan mavzu bo'yicha bir tomonlama tushuncha hosil bo'lishiga olib keladi. Interaktiv metod bu metodni maqsadi mashg'ulot jarayonida o'qituvchi va talabalarni birgalikdagi faol xatti-harakatlariga asoslanadi. Ta'limdagi innovatsion texnologiyalar turli sabablarga ko'ra sekinlashadi. Birinchi sababi bu ijodkorlik to'sig'i. Bunda eski dasturlar bo'yicha bir xillikda ishlashga odatlangan pedagoglar hech narsani o'zgartirishni, o'rganishni va rivojlanishni xohlamaydilar. Ular ta'lim tizimidagi barcha yangiliklarga tanqidiy nigoh bilan qaraydilar. Ikkinchi sababi bu muvofiqlik. Moslashuvchanlik, rivojlanishni istamaslik, boshqalarning ko'ziga kulgili ko'rinishi tufayli pedagoglar g'ayrioddiy pedagogik qarorlar qabul qilishdan bosh tortadilar. Uchinchi sababi esa shaxsiy tashvishlar. O'ziga ishonchsizlik, o'zini past baholash, o'z mulohazalarini ochiq aytishdan qo'rqish tufayli ko'plab pedagoglar ta'lim tashkilotidagi har qanday o'zgarishlarga ham beparvo bo'lishadi. Qat'iy fikrda qolish. Katta yoshdagi pedagoglar o'z fikrlarini yagona, yakuniy, qayta ko'rib chiqilmaydigan deb bilishadi. Ular yangi bilim va ko'nikmalarni egallashga intilmaydilar. Zamonaviy ta'lim tashkilotlaridagi yangi tendensiyalarga salbiy munosabatda bo'lishadi. Aziz talabalar, hozirgi kunda ta'lim jarayonini innovatsiya va integratsiyasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Har bir darslarimizni biz innovatsiya va integratsiyani birlashtirib, birga bog'lab o'tishimiz talab qilinadi. Innovatsiya va integratsiyasiz dars bu xavfli dars hisoblanadi. Talabalar, bugungi mashg'ulotimiz shundan iborat edi. Endi esa siz mustahkamlab olishingiz uchun quyidagi metod orqali tanishib olishingiz kerak. Bu tushunchalar tahlili metodi sanaladi. Bunda tushunchalar berilgan: innovatsiya tushunchasi, innovatsion ta'lim texnologiyasi, aktiv metodni qo'llash va ta'limdagi innovatsiyalar. Ana shu tushunchalarning ta'riflari mana bu metodda aralashtirib berilgan. Siz esa bo'sh katakda bularning to'g'ri yoki noto'g'riligini belgilab olishingiz kerak. Belgilab olgan bo'lsangiz, aziz talabalar, endi esa to'g'ri javoblarni tekshiring. Mana bu esa to'g'ri javoblar edi. Demak, bugungi darsimizni yaxshi o'zlashtirib olibsiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.